Allah Taala'nın güzel isimlerinden biri Es-Sittir. Sittir degan Allah Taala'nın bendelerinin günahlarını yögeydiganligi ve kişilerin oturusda rəsva qılmaydiganligini ifadelaydi. Yani Allah bendelerinin günahlarını yögep turdiken bendilermi bir-birinin eyiplerini, bir-birinin kılmışlarını yögüşü gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste men setere mu'minen seterahullahu yevmal kıyamet deyildi. Yani bir Müslümanın eyibini yögen adamını Allah Teala kıyamet günde yögeydi, yani onun günahlarını yögeydi o deydi. Şimdi bu iki türlük bulutta bazı insanların başkalarına kılgan, yani insanın insana kılgan yamanlıklarını, mesela oğruluk olsun, yalgan guahlık bir iş olsun, aldaş olsun, sahtipazlık olsun, ma işlerini paş kılış gerek. Çünkü paş kılıp o adamın ancak sahtipazlıkını, yalgancılıkını dep koyuş gerek ki başkaları aldanmasın. Yani bir aşının aldıganlıkını dep aldangan adamın hakkını ipirişki tirişiş gerek. Hem de insanların arasında buluduğun birbirisini aldaş, birbirine hıyanet kılış, birbirinin hakkını yiveriş degandek meselelerde onu paş kılış gerek. Onu yögep, biz bürüp durup, kürep durup, biz yögep otursak günah oldu bizge uçakta. A günahı şirk olgan bilimiz. Hem de bizden yögey degenimiz kalsaydı ise Allah bilen bendine oturustuk iş. Bir adamın zina kılganını gördük. Bir adamın harak içkinini gördük. Bir adamın işki üzüge ziyan veritgan, başkalarga emas. Üzüge ziyan veritgan Allah bilen üzünün aturustaki işki ziyan yetkizitgan munda günahlarını çuqum biz bunu yögeymiz. Çünkü Allah Teala üzününki kılma degan emir parmallarga xilaplık kılgıçlarını Allah halasa keçiriyetidu, halasa ularının tövbe kılışı bilen keçiriyetidu. Ama insanların bir-biriga kılgan yamanlıkını, birisinin hakkını yevagan, ya birisinin abroyunu tökken, ya birisiga töhmet kılgan, ya birisinin sodusunu buzgan, diyen okşaş bir-biriga kılgan yamanlıklarını şu yamanlık kılınğıcı, yamanlık kılgıcını keçirmekçe Allah Teala onu keçirmeydi. 100 kıtım hac kılıp haremge bağın bolsun keçirmeydi. Küçük gündüz tövbe kılıp Allah'a tövbe kılsın onu keçirmeydi. Demişke o hak Allah'ın hakkı emas, bendinin hakkı. Bende keçirmek için onu keçirmeydi. Hem de bizim bu yer demekçi olduğumuz kişilerin kemçiliklerini yögeç, günahlarını yögeç dediğimiz Allah bilen bendinin oturistiki işlada, Allah'a günah bulduğun işlada. Yani Allah kılma degan ishni qilgan bo'lsa, qil degan ishni qilmagan bo'lsa, bunda gunoh ishni qilgan bo'lsa, buni biz yögüşimiz gerek. İmkan kadar bunu yögüşimiz gerek. Bunu yögüsek Allah Teala bizden günahlarımızı yögeydi. Yani onu resva kılmasak Allah bizni resva kılmaydı. Suriyalik alim Muhammed Ratib'in Nablisi bir kısmını bayan kıldı. Bu şu Şam'ın Suqu Saruca degan bir mahallesida Jamiatul Vard deb bir masjid var ekan, Vard degan jami var ekan. Şu jamininki imamı bir tush ko'rdi. Tush ko'rishdan burun munda masala oldu. Bir adam bir ayolga öylenidu. Yani bir oğul bir kızga öylendi deyildi, öylendi. Öylengandan keyin öğlenip 5 ay boğanda, onu toy kılıp 5 ay boğanda bu ayal 9 aylık eğir ayak ekan. Eğir ayak oldu. Yani demek öğlenişten 4 ay bulun eğir ayak olup kalan kız genen bu. Endi şu çağda bunu bilgendikin, toy kılgan günü bunu bilgendikin o toxtaydı, üzünü toxtutu oldu. Qanday qilishim kerak deb. O şu çağda kanun mu şunu kollaydı.
örf adat mı şunu kollaydı, kişiler mi şunu kollaydı, o er kişinice, er kişi kanda kılman dese onu kollaydı. Lekin Moşu bendini men bir günahını resva kılmay, Allah üçün men moşunu resva kılmay deydi. Şuna oylap oturup gep kılmaydı. Aşu ayal tuqqıca bozdusuz talağı çıkmang deydi. Bir kimge arılaşmang, qoşunlarga, ular bularga arılaşmang deydi. Tuğup boğandan keyin balını elip çıkıp, meçitke elip çıkıdı. Cemaat imamga ixtiyor Allahu ekber deb namazga tuğan vaqtni kutib turib, tuğan haman balını meçitning oldida qap, meçitga kirib, cemaatga iqtido qildi. Namozni o'qib bulab o kishi jamoat bilan birga chiqdi. Chiqqandan keyin kishilar, "Hoy, men bir balni tashlab qopti. Kim tashlab qo'ygandi buni? Qandaq na ahlining qilgan ishdi? Nima qilganlardi buni?" deb ayda dishib ketgan. Degan odam, "Ha, bu balning egisi yo'q ekanmisa, bu balni men beqib olsam bo'lamdi" degan jamoat, "Bo'lsa shunday qiling, savob bo'ldi, beqib qo'ying" degan. Yana aşağıdan balni elib kirib, anasiga topshirgan. "Meni balangiz" deb topshirgan. Tapşırıp onunğa yardım qildi ekan. Shundan keyin bir qancha kundan keyin bu aşı jamininki imomining tushga kirganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tushga kirib, "Men aşı paloni adam jannatda mening hamroyim bo'ldi" deyotgan. Aşı balni elib chiqayotgan odamni jannatda meningki hamroyim bo'ldi degandan keyin bu tushni ochiq ko'rganda, shu tushni ko'rib onundan keyin aşadamni topadi ekan bu. Zaten o'zining jamoati hamdi. O'zi topadi ekan, tepib siz bilan bir suhbatlashgili keldim degan ma'qul deb suhbatlashdi. O'tirib, sizning Alloh taolo qilgan qanday yaxshi amallaringiz bor? Sizmi bizga o'xshash 5 vaqt namoz o'qiysiz, bizmi sizga o'xshash 5 vaqt namoz o'qiymiz, ko'rimiz mana o'xshash biz. Sizning endi Allohga ortiq qanday bir yaxshi amallaringiz bor degan. Ya imom xonim hamda ko'ryapsizmi, mana shu sizga o'xshash bilmishiyan jamoat. Mishning jamoati, namoz vaqti jamoatiga boraman, boshqacha o'zimning tirikchiligini qilaman, sizga o'xshash hech qanday farqim yo'q mening. Yo'q, sizning Alloh taologa yaxshi ko'rgan alohida bir amalingiz bor ekan. Alohida bir amalingiz bor ekan. Ashuni menga deb bersangiz dedi. Men qaysi amalim bo'lg'aytamdi deb. Ha, mana manda bir ahvol bo'lgan. Alloh bilan mening aramdagi ishdi bu. Endi o'zlari so'rab qoldilar, shunda bo'lgandi deb bergan. Deb bergandan keyin bu imom bu qissani Muhammad Radib ibn Nablisiga deb bergan. Bu amaliyotda bo'lgan bir ish endi. Demak, bir mu'minning, bir musulmonning gunohini yo'gab, ashuni yo'gisang, Alloh taolo sening gunohlarini qiyomat kuni yo'gaydi degan hadisning bu shu dunyodagi, ya'ni bisharati, shu dunyoda Rasulullohning ko'ringini, shuning bir bisharati. Endi yana bir qissa bor. Bu Saudiya Arabistonining Jiddiy shahrida Night Bay ayda bir shirkati var, bir odamninki qizi bir yigit bilan to'y qildi. To'y qilgandan keyin shu to'y kuni oqshimi bu qiz o'g'il yeniga yaqin kelib bo'lguncha men sizga bir narsani e'tirof qilay deb deydi. Men sizdan burun birisi bilan yurgan, men chiqib ig'rayoq degandek gap qildi. Endi siz meni xohlasangiz hozir chiqirib o'ting. Chiqirib olsangiz siz haqliq. Uydan chiqirib olsangiz haqliq. Sizning bütün chiqimlaringizni men berma. Endi tadqiqot to'y chiqimlaringizni berma. Xohlasangiz bir oygacha chan bo'lmay meni uyingizda turay. Uyingizda xizmat qilayman sizga. Bir oydan keyin chiqirib o'ting. Bir oydan keyin chiqirib olsangiz men turmushda yaxshi o'tamadim deb bahona ko'rsatib ayrilaman. O chaqda mening yuzim tushmaydi, bunda bo'ldi degandan keyin bu kishi o'ylab ma'qul bo'ldi, men bir oygacha sizni saqlaydi. Bir oygacha yaqin kelmaydi. Bir oygacha uni saqlaydi uyda. Bir oydan keyin qiz o'zi "Emisi men chiqitay. Rahmat sizga" deb chiqitdi.
ketgandan keyin o kishi keyin boshqa birisiyle uylanadi. Bir 3-4 yil, bir qancha yil o'tdi. O'tgandan keyin endi o men shunda bir yaxshilik qilganda menga bu yigit. Endi bir yo'qlab qo'yay, agar bir ehtiyoji, bir narsa bormi endi yoki qanday degan nima qilib bir surishti qilsa, turmaga kirib qolibdi. Nima ekan desa, birisini bir qarz olganmi yoki bir muomala masalasidan shu turmaga kirib qolibdi bir qancha yillik. Nayta ig'ir 1 millionga yaqin, 1 million riyalga yaqin bir qarzda olib qolibdi ekan. Shuni kirib qolibdi. U shuni uqib turmaga berib, shuniki 1 million riyalni men to'layotgan bo'ldim. Ikisini men ko'rstinglar. Ani kechirversin deb qilgandan keyin ular xabar qilib, shuni bilan igisiga ayol 1 million riyalni berib ekan. Shundan keyin uni turmadan chiqirdi ekan. Turmadan chiqirgandan keyin uning bu ayol aytgan, mening mushu qilganimni hergiz demang hech kim uqmasin. Yigit qat'iy uqmasin. Endi aşı pulning egisi kechiryapti danglar deb, pulning egisi kim shundoq dang deb, ayna deb uni qutqizib ketgan. Endi bu ashininki rasvo qilmay ayolni, shu ayolni yo'giga vaqtida menga bunda bir mukofoti kelar deb o'ylab boqmagan. Lekin Alloh taolo o'ylamagan yerdan uningga rizq bergan gap, uni shu qiyinchilikdan qutqizgan gap. Endi mishadim bu shu bir oyat esimizga keldi. Ve men yettaqillaha yec'al lahu mahrajan ve yerzuqhu min haythu la yahtasib deydi. Kimki Allohga taqvolik qilsa, Allohdan qo'rqsa, uningga Allah chiqish yo'li berdi va o'ylamagan yerdan rizq berdi deydi. Er kishi endi Allohga taqvolik qilgan taqvolik endi avo bir insonni rasvo qilsimi o'zining haqqi. Endi ishini to'y qildi, chiqim qildi. Endi u anda chiqqandan keyin uni rasvo qilsimi o'zining haqqi. Lekin bu Alloh taologa bir taqvolik qilib o'zininki achchig'ini yig'ib bir bandini men rasvo qilib jamoatining oldida, ota-onasining oldida, yurt jamoatining do'stlarining oldida men shuni rasvo qilmay Allah taolo menga mukofot beradi degan niyat bilan ani o'zini besib olib, bir oy uni uyda beqib, ayna qilib yo'l qo'yib qo'ygan. Endi o'ylamagan yerdan Alloh taolo uningga shu qilgan yaxshi ishi taqvolik demasga kirganlik uchun Alloh taolo uningga chiqish yo'li bergan aningdan va o'ylamagan yerdan rizq bergan. Shunga bir mu'minni yo'gash, bir mu'minninki kamchiliklarini, gunohlarini yo'gash har qanday bir musulmon uchun nihoyat bek zarur. Chunki insonlar biz nimishqa boshqalarninki aybini aytishga tirishimiz, o'zimizning aybiga qarab baqsaq bo'lmaydi. Biz Allohning saqchilari bo'lmasak, Allohning mufattishlari bo'lmasak, biz nimishqa boshqalar bilan qolamiz. Boshqalar bilan qolgan odam o'zininki ayblarini, gunohlarini kontrol qilishni bilmay qolib qoladi-da. Hamma odam o'zini bilsa yetarlik. Alloh taolo hamma odamga aql bergan, hamma odam o'zini bilsa, loyiqida ish qilsa, hamma ish o'ngshilib ketadi. Ammo biz boshqalarninki gunohlarini, kamchiliklarini o tekshirishga yo uni kuzatishga biz buyurilgan emas. Bizning vazifamiz emas, u vazifani farishtalar qiladi. Biz o'zimizning gunohlarini, o'zimizning kamchiliklarini bilib, vaqti tavba qilib, o'zimizni isloh qilsak, bizga shu yetarli. Alloh taolo hammamizning gunohlarini afv qilsin, hammamizni ko'ngil ko'ksi keng, yaxshi, mu'min, solih bandalardan qilsin. Amin.